Uy bu vatan ichra vatandir. Xalqimiz topganidan orttirganiga yaxshi niyatda orzu-havas bilan yangi uy oladi. Bugun aholini uy-joy bilan ta'minlash borasida aytish joiz, ko'plab ishlar olib borilmoqda. Ammo ba'zi qurilish tashkilotlarining aybi bilan pullarni o'z vaqtida to'lab, lekin uysiz sarsongarchilikda yurgan fuqarolar borligi ham ayni haqiqat. Jinoyat ishlari bo'yicha Tayloq tuman sudida ana shunday masala bo'yicha sud tomonidan qonuniylik ta'minlandi. Hozir shu haqda. Samarqandda 43 yoshli ayol qurilish tashkilotining va'dalariga ishonib, aldov qurboni bo'ldi. U yashab turgan uyini tadbirkorga bergan. Qurilish tashkiloti va'da qilgan uyni mana 7 yildirki ola olmaydi. Bugun esa u suddan najot kutyapti. Bizga hech narsa bergan, pul bermagan bo'lsa, boshqa bermagan bo'lsa, biz uyimizda shunday bo'shatdik, chiqib ketdik. Ijara yuribman. Qayerga boraman balalarim bilan? Qurilish tashkilotining yolg'on va'dalariga ishonib, yangi xonadonlik bo'laman deb katta pulga aldanib qolganlar bugun ko'pchilikni tashkil qiladi. Men bolalarim hammasi har xilga ishlab kelib, yiqqanim uyda to'yga mol hol boqqanimni hammasini sotib, shularga berganman. Bitta hovliga 3 ta kelin bilan o'tiribman. Jinoyat ishlari bo'yicha Tayloq tuman sudida odamlarga uy va'da qilib ishontirgan qurilish tashkiloti rahbari sud qilindi. Sud hujjatlariga ko'ra 2017-yil Samarqand shahar hokimining qaroriga asosan shaharning Rudaki ko'chasida yashovchi fuqarolar bilan kelishilgan holda ularning har biriga ko'p qavatli uydan xonadon ajratib berish sharti bilan ushbu qurilish tashkilotiga ko'p qavatli turar joy qurishga ruxsat berilgan. Uylari buzilib boshpanasiz qolgan fuqarolarning hammasining qo'lida qurilish tashkiloti bilan tuzilgan shartnoma bor. To'xtatilgan bo'lsa ham ular qurishda davom etgan, biza pul to'lashda davom etgan biza. Shu uchun ba'zi bir tashkilotlarning ham juda ham katta aybi bor deb o'ylayman. Ayblov xulosalarida keltirilishicha, sudlanuvchi bir xonadonni bir nechta fuqarolarga sotib, tushgan pul mablag'larini esa o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Bugun ushbu qurilish tashkilotiga ishonib katta pulga aldanib qolganlar soni 159 kishini tashkil qiladi. Noqonuniy qurilgan imoratlar chala qurilibdi degan gaplar chiqibdi. Fundament qo'yilgandan to boshiga oxirigacha shu odamlar qani? Nima uchun tekshirmagan? Keling, birinchi etajdan noqonuniy qurilayotgan bo'lsa, aytsa bo'lmaydimi? Men yozib qo'ysa, o'g'aylar, bu noqonuniy qurilibdi, pul bermaylar degan narsani nima uchun yozmadilar shular? Sudlanuvchi esa ayni paytda shahar hududida 4 ta qurilishi davom etayotgan obyekti borligini, ushbu qurilishga aralashuv ko'p bo'lganligi uchun vaqtida topshira olmaganligini aytdi. 4 ta bor. Bitta shu qolib ketgan. Shunga to'sqinlik ko'p bo'laverdi, shu qolib ketdi. Sifati 100% sifat talabga javob beradi. Ekspertiza olib, gazdan ro'yxatdan olib, hujjatlarni men topshirganman. Agar hujjatlar noto'g'ri bo'lsa, gazdan qanday ruxsat beradi? Bu hozir mana bu nimalardan qochib bo'ladi. O'tiramiz kelamiz, lekin u dunyoga savol javobi bor, men uni yaxshi bilaman. Sudda raislik qilgan Odil Allayev ishda keltirilgan dalillarni tahlil qildi, sudlanuvchining harakatlariga qonuniy baho berdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi. Sudning hukmi bilan sudlanuvchi 9 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.